Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görgüçler. Bu qatimlik haftalik istiqlal xabarları programımızga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Tiananmen vaqasidan qattiq cho'chigan Xitoy vaziyatni texmi qattiq qo'lliq bilan tinchitishga tirishmoqda. Tiananmen vaqasidan aloqazodi bo'lib ketgan Xitoy doiralari vaqaning Sharq Turkiston Islom harakati tashkiloti tomonidan elib berilganligini jakarlagandan keyin ichkiri o'lkalardagi va Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga bo'lgan besimni texmi kuchaytirdi. 28-oktyabr yuz bergan Tiananmen vaqasidan aloqazodi bo'lib ketgan Xitoy doiralari vaqani nima deb ifodalashini bilolmay boshda bir-biriga zid ifodalarda bo'lgan bo'lsa-mu, eng oxirida vaqaning BDTning tizimligiga elingan Sharq Turkiston Islom harakati tashkiloti tomonidan elib berilganligini jakarladi. Xitoy bexatarlik idorasining raisi Ming Jianju Hong Kongdagi televiziya kanaliga payshanba kuni kech munolarni ilgari surgan. Tiananmenda yuz bergan qo'rqinchli hujumning orqasidagi kuch O'rta va Sharqiy Osiyoga o'rnashgan Sharq Turkiston Islom harakati tomonidan kelgan. Yana bir tarafdan Beijing shaharlik Kompartiya komiteti sekretari va Kommunist partiyasi markaziy komitetining siyosiy ishxona a'zosi Hu Jinlong Tiananmen maydonida yuz bergan hujum qilish voqeasidan keyin poytaxt Beijingning amonligini qo'g'dash uchun amonlik qismlarini texmo kuchaytirishga da'vat qilgan. Beijing Daily gazetining 3-noyabr ilgari surishicha 1 va 2-noyabr kunlari elib berilgan tekshirish jarayonida mazkur Xitoy mas'ul barliq amonlik saqlash qismlari va saqchi doiralarini hujum qilinish ehtimolligi bor bo'lgan nuqtalarni tekshirib chiqishga buyurib, Tiananmen maydonida yuz bergan hujumdan ochiq saboq elishga undigan. Mazkur gazetning zikr qilishicha, saqchi doiralari asosiy o'rinlarga qarata amonlikni texmo chingitish buyrug'i topshirib olgan. Tiananmen voqeasi Xitoy doiralarini qattiq cho'chitgan bo'lib, Xitoy doiralari siyosiy ahamiyati yuqori o'rinda bunda qarshilikning yuz berish sababini tekshirib, masalani hal qilishning o'rniga amonlikni kuchaytiramiz degan nom bilan qalaymaqon odam tutib, o'zining insoniyligini yo'qotgan vahshiy diktator ekanligini namoyon qilmoqda. Uyg'ur Biztorining xabar qilishicha, voqeadan keyin Beijingdagi Uyg'urlarni nishon qilgan maxsus tekshirish va kontrol qilish kuchaytirilgan bo'lib, Beijingda tirikchilik qilayotgan Uyg'urlarning kuni texmo qiyinlashgan. Yaqinqi bir hafta ichida burundanla kuni qiyinchilikda o'tayotgan ushshoq tijoratchilarning kuni texmo qiyinlashib ketgan bo'lib, Navoy Muhammad Tursun dal bularning biri. Beijingda Uyg'urlarga qaratilgan maxsus tekshirish va saqchilarning besimi tahdidi bilan Muhammad Tursun Navoyning xeyli vaqtdan beri ichib kelayotgan kichikkina Navoyxonasi yana majburiy taqib etilgan va ijaraga elib o'ltirgan uyidan qo'g'lab chiqarib etilgan. Uyg'urlarga elib berilayotgan qattiq bostirish faqat Beijingdagi Uyg'urlar bilan cheklanib qolmasdan, balki Sharq Turkistonda ham qattiq ijro qilinmoqda bo'lib, Uyg'ur Biztorining xabar qilishicha, voqeadan keyin faqat Beijingda emas, balki Sharq Turkistondagi ishg'olchi Xitoy doiralari ham bexatarlik qo'g'dash tadbirlarini texmo kuchaytgan. Xitoy saqchi doiralari voqea yuz bergan naq maydonda shahid bo'lgan 3 kishining va voqeaga chetishlik deb keyin tutilgan 5 erkakning hammasini Uyg'ur deb e'lon qilgan. Yana bir tarafdan adolatsiz zo'ravon Xitoy doiralari Tiananmen hujumini elib borg'uvchi Osman Hasanning yurtdagi barliq urug' tuqqanlarini ayol farzandlari bilan qo'shib qo'lga olgan bo'lib, Aqto'y yesining sekretarining bildirishicha, Osman Hasanning urug' tuqqanlaridan 11 nafar kishi hozir turmada soliqliq ekan. BBCning Xitoyda turishliq muxbiri Shanliya Sharq Turkistonning markaziy shahri Urumchi va Pichondagi aholilardan 31-oktyabr chorshanba kuni Sharq Turkistondagi Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qaratilgan bexatarlik tekshirish tadbirlarini texmo kuchaytganligini isbotlagan. Sharq Turkistondagi Xitoy doiralarining tashviqot qismining muavin bo'lim boshlig'i Shou Shaymangning BBC axborotiga bildirishicha, Beijing doiralari Sharq Turkistondagi g'olchilariga buyruq tushirib, Uyg'ur musulmonlariga bo'lgan bexatarlik tekshirish tadbirlarini qattiq kuchaytirishni talab qilgan. Urumchining sharqiy qismidagi bir saqchi BBCning telefon ziyoratini qabul qilganda, mazkur rayondagi bexatarlik qo'g'dash sezgurlik darajasini Tiananmendagi hujum qilish voqeasidan keyin yana bir darajada yuqori ko'tarilganligini, buning eng yuqori darajada ekanligini ilgari surgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, mazkur saqchi tushuntirib, har yili mushu vaqtda bexatarlik qo'g'dash tadbirlarining 2 va 3 darajaga tushirilganligini, ammo hozir saqchi doiralarining allaqachon barliq diniy jihati sezgur oilalarni ro'yxatga elib bo'lganligini hamda doim ziyorat qilib turadiganligini aytgan. Pishan noyasidagi bir oshxona xizmatchisi BBC axborotiga shu joydagi aholi komiteti xizmatchisining bir oz ilgari o'zlariga ogohlantirish berib, Tiananmendagi hujum qilish voqeasini sodir qilganlarning haligacha qechib yurganligini aytganligini bildirgan. Oshxona xizmatchisi yana aholi komitetining har bir kishiga birdan pushtak tarqitib berganligini, agar uzun soqol qo'yib olgan yoki yuzini o'rib olgan gumonli kishilar ko'rilsa,
darhol pushtak kelib soqchiga ma'lum qildiganligini bildirgan. Yana bir tarafdan Xitoy yerlik axborot vositalarining e'lon qilishicha, Tiananmen voqeasi yuz berib, bir haftadan keyin Xitoy doiralari o'z ishg'oli ostidagi Sharq Turkistondagi harbiy amaldorini amalidan elib o'tgan. Ma'lum bo'lishicha, hozircha amalidan elib etilgan Xitoy askari rahbari Pingyongning o'rniga Liu Lei degan Xitoy tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkistondagi askari rahbari va doimiy komitet a'zosi bo'lib tayinlangan. Eginlasha Liu Lei ismli bu Xitoy 1957-yili Shandongning Liaochengda tug'ilgan bo'lib, 16 yoshida harbiylikka qatnashgan. Keyin Lanzhou harbiy rayoni 21-kollektiv armiyasida 13 yil xizmat qilgan hamda Xitoy Kommunistik partiyasiga kirgan. U yana 29 yoshida Lanzhou harbiy rayoni siyosiy bo'limida vazifa o'tagan bo'lib, 99-yili Lanzhou harbiy rayoni siyosiy bo'limi kadrlar bo'limining muavin boshliqligidan atalmış Şinjan harbiy rayoni piyoda askarlar ma'lum diviziyasining siyosiy komissarligiga o'stirilgan. Keyin Sharq Turkistonning janubidagi Xitoy harbiy rayoni siyosiy bo'limining mudiri bo'lgan. 2013-yili 7-oydagi gazet xabariga asosan atalmış Şinjan harbiy rayonining siyosiy komissarligiga tayinlangan Liu Lei 2013-yili 11-oyda atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik partikom doimiy komitetining a'zoligiga tayinlangan. Navbatda 28-oktyabr yuz bergan Tiananmen voqeasidan bir hafta keyin ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda turishli Xitoy Kompartiyasining askari bosh rahbari bo'lib tayinlangan. Ba'zi tahlilchilar oxirgi mezgillarda Sharq Turkistonda Xitoy zulmiga qarshi harakatlar kuchayishga boshlaganligi uchun Sharq Turkistondagi tajovuzchi Xitoy doiralarining sobiq harbiy bosh rahbari Pingyong qattiq idora qila olmagan degan sabab bilan amalidan qoldirilgan bo'lishi mumkin deb qarashmoqda. Xitoy doiralari o'zining Sharq Turkistonda haddidan oshgan zulm siyosatlari sababli maydonga kelgan qarshiliklarning asosiy hal qilinish yo'llarini tepishga izlanmayla qolmasdan, balki navbatda har xil bahonalar bilan ishg'ol ostida zulm chekayotgan Sharq Turkiston xalqini xalqaroga va Xitoy millatiga terrorchi qilib ko'rsatishga urinmoqda. Rasmiy Xitoy axborot agentligiga qarashli Yer shari vaqti gazetida Xitoy doiralarining rasmiy ko'z qarashi ifodalangan bir xabar tarqatilgan bo'lib, Xitoy birlikda va bir yoqidan qo'l chiqarib terrorizmga qarshi turishi kerak degan temada besilgan maqolada asosiy qilib Uyg'urlar tahdid qilingan. Maqolada uchuqlar Sharq Turkistonda va Xitoyda yashayotgan Uyg'urlarga qarshi yangi amallik tadbirlari ijro qilinishining mumkinligini, bu yangi tadbirlarning Uyg'urlarga favqulodda ijro qilinganligini va bu yangi amallik ijroatlariga qat'iy bo'ysunishi kerakligini yozgan. Bu yozuvchi yana xalqaro matbuotlarda tarqalgan Xitoyning Sharq Turkistonda elib borgan siyosatlari tufayli bu xil qarshiliklarning maydonga kelishiga sabab bo'ldi degan fikrlarni qattiq rad qilgan. Xitoy doiralari atalmış Şinjan gazetida seshanba kuni obzor e'lon qilib, ochiqdan ochiqlab madaniyatsiz Uyg'ur yoshlari muqimsizlikning asosliq manbasi deb ko'rsatdi. Biroq atalmış Şinjan gazeti e'lon qilgan obzorda o'ttirg'i qo'yilgan bu xulosa kishilik huquq tashkilotlarining rad qilishiga uchradi. Obzorda yana dinga qarg'ularcha ishindigan savotsiz yoshlar Şinjandagi muqimsizlikning asosliq manbasi deb ko'rsatilgan. Ularning diniy radikal kuchlarning eziqtirishiga uchraganligini ilgari surib jo'ylagan. Mazkur obzor Beijing doiralari 28-oktyabr Tiananmen hujumini terrorlik hujumi deb e'lon qilib, voqeani atalmış diniy radikal kuchlar paydo qilganligi, hujumning Sharq Turkiston islom harakati bilan aloqador ekanligini ilgari surayotgan mezgilda e'lon qilinib, chet el axboroti va kishilik huquq faoliyatchilarining diqqatini qo'zg'adi. Biroq Germaniya xatar ostidagi millat va xalqlarni qo'g'dash tashkiloti dindor Uyg'ur yoshlarini Sharq Turkistondagi muqimsizlik manbasi deb xulosa chiqarishning xatarlik fikr ekanligini ogohlantirdi. Mazkur tashkilotning Osiyo ishlariga mas'ul xodimi Ulrich Delius mundaq dedi: "Bu talvilarcha qilingan ayiblash. Bu yerdagi masala yosh qayerlik masalasi emas. Agar siz o'zingizning mamlakatini ishg'ol qilingan deb his qilsangiz, bu amaliyotda mutlaq ko'p qism Uyg'urlarning o'rtaq hissiyoti. Chunki bu ular bugungi kunda yashayotgan tajriba. Agar Uyg'ur va musulmon bo'lsangiz, sizning umumiy yuzlik islomchi terrorist deb qaralishingiz haqiqatan kishini beorom qiladi. Endi bugun qo'pib Sharq Turkistondagi yerlik Uyg'ur nufusining oz kam yerimini tashkil qiladigan yoshlarni terrorchilik bilan ayiblash bir talvilik. Bu millatlar inoqligini talab qilish emas, balki milliy o'chmanlikka qudratqullik qilish, zo'ravonlik, to'qinishni jiddiylashtirishga uringanlik. Bu nihoyatda afsuslanarli urinish. Xitoy hukumatı 28-oktyabr Tiananmen hujumiga aloqador uchurlarni qattiq kontrol qilib, Sharq Turkiston va Xitoyning Beijing qatorliq o'lka shaharlarida Uyg'urlarni ta'qib qilish, so'roq qilish, tutqun qilishni kuchaytgan. Hong Kongda chiqadigan Aynak gazetining xabar qilishicha, Turpandagi bir e'lon taxtasiga tutish buyrug'i chiqarilgan 78 nafar Uyg'urning rasmi choplangan. Biroq bu kishilarning 28-oktyabr Tiananmen hujumi yoki 26-oktyabr Lukchun voqeasi bilan aloqador yoki emasligi majhul. Xitoy doiralari Tiananmen hujumini bu yil 26-iyun yuz bergan Lukchun voqeasiga o'xshashlar terrorlik voqeasi deb jakarlab,
voqeaning tafsilotiga aloqador uchurlarni kontrol qilgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Xongley seshanba kuni Sharq Turkiston islom harakatining Jungoga aniq tahdid ekanligini eskartib, Jungo va boshqa aloqador hukumatlarning uzun yillik o'rtaq tirishchanligida Sharq Turkiston islom harakati og'ir zarbaga uchragan edi. Biroq rayon va xalqaro vaziyatdagi yaqinqi o'zgarishning ta'sirida takror bosh ko'tarishga boshladi degan. Lekin xatar ostidagi millatlar tashkilotidagi Delios apandi Tiananmen hujumining terrorlik voqeasi ekanligi o'xshashli gumonliq deb ko'rsatdi. U bu nihoyatda gumonliq tashkilot. Shundaqla Xitoyning bu voqeani uningga bog'lab ayblashimi nihoyatda gumonliq. Garchi Amerika hukumati bu guruhni terrorlik tashkilot deb qabul qilgan bo'lsa-mu, biroq bu Xitoyning ayblashini asos qilib qabul qilingan. Buni Amerika va BDT o'z oldiga tekshirish elib berib bekitgan emas. Xalqaro jamiyatning necha yillardan buyon Sharq Turkiston islom harakatiga qaratilgan bu ayblashni qabul qilib yurishi kishini andishiga soladi. Tiananmenda yuz bergan yaqinqi voqea Xitoylar yoki Xitoy hukumatiga noroziligi bor kishilarning shaxsiy harakatimi yoki uning orqasida ma'lum bir tashkilot bormi? Buning orqa ko'rinishini to'g'ri analiz qilish nihoyatda mushkul. Biroq men bu hujumning orqasidan Sharq Turkiston islom harakati borligi haqidagi fikriga qoyil bo'lmadim dedi. Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi muqimsizlikqa o'zining mas'uliyati borligi, uning mazkur rayondagi din, madaniyat, til va boshqa jihatlardagi siyosiy muqimsizlikni keltirib chiqarayotganligi haqidagi fikrlarni rad qilib, o'zining siyosatini oqlab kelmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi yaqinda CNN qatorliq chet el axborot vositalarini terrorchilarga yon bosdi deb tanqid qilgan. Delios apandi yana Xitoy doiralarining Tiananmen hujumidan keyin Uyg'urlarni nishon qilib elib borgan ba'zi harakatlarining kishini andishiga soldiganligini bildirdi. U Germaniya hukumatini yaqinda yuz bergan Xitoy soqchilarining o'qituvchi ziyoli Ilhom To'xti va uning oilasiga tahdid silish voqeasiga diqqat qilishga chaqirganligini. Xitoyda yana portlash voqeasi yuz berdi. Xitoy Tiananmen voqeasidan bir hafta keyin yana bir qatim hujumga uchradi. Bu qatim Xitoy Kommunist partiyasining Shanxi o'lkasidagi binosi oldida yuz bergan portlashda bir kishi o'ldi, 8 kishi yaralandi. Xitoy Kommunist partiyasining Shanxi o'lkasidagi binosi oldida yuz bergan portlashda bir kishi o'ldi, 8 kishi yaralandi. Oldingi hafta Tiananmen maydonida yuz bergan voqeada 5 kishi hayotidan ayrilgan edi. Xitoy Xinhua agentligi portlashning 6 noyabr atigan soatlarda o'lkaning markaz shahri bo'lgan Tayyundagi Yingzi ko'chasida maydonga kelganligini ilgari surdi. Ko'rguvchilar qizil chiroqda to'xtab turgan bir kichik avtobusning Kommunist partiyasi binosining oldida portlaganligini bildirdi. Rayonda 8 qitim portlagan ovozning anglanganligi, bomba cho'vish qismining atrofda boshqa bir bomba topilmaganligi uqtirildi. Dastlabki tekshirishda voqea yuz bergan joyda po'lat parchalarini topgan soqchilar portlagan bombaning qo'lda yasalgan bomba ekanligidan gumon qilinganligini jakarladi. Portlash maydonga kelgan rayonda qatnashning normal holga kelganligi soqchilarning tekshirishining davomlashayotganligi bildirildi. Xitoyning poytaxti Beijingdagi Tiananmen maydonida o'tgan hafta mashina bilan hujum qilish voqeasi yuz berib, 5 kishi hayotidan ayrilib, 40 kishi yaralangan edi. Xitoy mazkur Tiananmen voqeasini Sharq Turkiston islom harakatiga ortgan edi. Tayvan Xitoyning suv osti kemasiga qarshi yangi aeroplan setib oldi. Tayvan Xitoyning uzluksiz kuchayotgan suv osti kema kuchiga taqobil turish uchun yiroq musofirlik suv osti kemasiga qarshi aeroplan setib olish orqali harbiy kuchini kengaytdi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Tayvan harbiy taraf 31-oktyabr Pingdong havo armiya bazasida Tayvanga tunji bo'lib yetib kelgan P3 Orion yulduz turkumi nomli Xitoy suv osti kemasiga qarshi aeroplanni topshirib olish marosimi o'tkazgan. Tayvan rahbari Ma Yingju aeroplan topshirib olish marosimida mundaq degan: "Men bu suv osti kemasiga qarshi urush aeroplanlarining Tayvan armiyasida vazifa o'tashga qatnashganligidan to'liq iftixorlanyapman. Bu suv osti kemasiga qarshi aeroplanlarning Tayvan armiyasida vazifa o'tishiga ergashib, Tayvanning mudofialanish iqtidori zo'r darajada eshib, suv osti kemasi va aeroplanlarning tajovuziga taqobil tura oladi." Ma'lum bo'lishicha, Tayvan armiyasi Amerikadan 12 dona P3 Orion yulduz turkumi nomli suv osti kemasiga qarshi urush aeroplanini setib olgan bo'lib, bu aeroplanlarning tunji qismi Tayvanga yetib kelgan. Qolgan 11 aeroplandan 3i mushu yil oxiridan burun, boshqa 8 donasi 2015-yilning oxiri topshirildi ekan. Yaqinda Xitoy dengiz armiyasi 092 tiplik yoz darajalik traktoriyelik boshqariladigan bomba elib yura oladigan tunji strategik boshqariladigan bomba suv osti kemasini Shimoliy dengiz flotiga o'rnashtirgan bo'lib, Tayvan buningga qarshi Amerikadan 12 dona urush aeroplani setib olgan.
G'alaba fronti mujohidlari Suriyada qaytarma hujumga o'tdi. Suriyadagi birdan-bir islom mujohidlari bo'lgan G'alaba fronti mujohidlarining Asad armiyasi tomonidan besib olingan Safira shahriga qaytarma hujumga o'tganligi ilgari surildi. Al Jazeera kanali qarshi yo'linish programmasining sunuvchisi doktor Faysal Qasimi tomonidan e'lon qilingan xabarda Suriyadagi G'alaba fronti mujohidlarining tunugun oqshom Asad armiyasi tomonidan besib olingan Safira shahriga qaytarma hujumga o'tganligi ilgari surildi. Xabarda yana xalqaro terrorchilar tizimligiga kirgizilgan G'alaba fronti mujohidlarining Safira shahrida qaytarma hujumga o'tganligi haqidagi xabarning ishonchlik va ta'kidlangan ekanligi uqtirilish bilan birga Suriyadagi birdan-bir islom mujohidlari bo'lgan G'alaba fronti uchun qarindoshlarining duo qilishi talab qilingan. Janobi Alloh butun musulmonlarga, jumladan Suriyadagi G'alaba fronti mujohidlariga nusrat ato qilg'ay. Dushmanlarini yer bilan yakson qilg'ay. Davud o'g'li musulmon davlatga qilingan hujumda Isroiliya bilan hamkorlashishimiz mumkin emas dedi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu Turkiyaning Suriyaga hujum qilmoqchi bo'lgan Isroiliyani axborot ma'lumoti bilan ta'minlaganligi haqidagi xabarlarni yolg'onga chiqardi. 2 kun ilgari Suriyaning Laziqiya shahriga yaqin Asadning askari bazasini bombardimon qilishi uchun Turkiyaning Isroiliyani axborot ma'lumoti bilan ta'minlaganligi haqida ba'zi axborot vositalari tomonidan tarqatilgan barliq xabarlar Turkiya Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu tomonidan yo'qqa chiqarildi. Ankara'da İran Tashqi ishlar ministri Muhammad Javad Zarif bilan o'tkazgan muxbirlar yig'inida muxbirlarning so'ziga raddiya bergan Davutoğlu Turkiyaning buningdan ilgirimi O'rta Sharqdagi har qanday bir davlatga qarshi elib berilgan askariy hujumda Isroiliya bilan hamkorlashmaganligini, shundaqla buningdan keyinmi Isroiliya bilan hamkorlashishning mumkin emasligini uqtirdi va bu vaqtda tarqalgan ma'lumotning qilchimi to'g'ri emasligini ifodaladi. Davutoğlu so'zini mundaq davomlashtirdi. Bu hujumda Isroiliyani Turkiyaning ma'lumot bilan ta'minlaganligiga ishontirish uchun xalqaro jamoat rayini to'plashga tirishayotganlar bor. Xalqiga qarshi qattiq qo'lliq qilgan va aqlga sig'maydigan qirg'inchilik ilib borgan Suriya tuzumiga nisbatan qarshi pozitsiyada ekanligimizni e'tirof qilaman. Lekin shuni jakarlaymanki, Turkiya Cumhuriyeti hukumati har qanday musulmon yoki g'ayri musulmon davlatiga qarshi bo'lgan hujumda hech qanday bir vaqtda Isroiliya bilan hamkorlashmadi. Buningdan keyinmi hargiz hamkorlashmaydi. Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti hükümeti İsrail'le herhangi bir başka Müslüman ülkeye veya başka bir ülkeye dönük olarak işbirliği yapmamıştır, yapmaz ve yapmayacaktır. Bu konuda çıkartılan haberlerin hepsi Türkiye'nin ilkesel tutumunu gölge düşürmeye yönelik haberlerdir. Mısır'ın ağdırıp etilgen reisi Muhammed Mursi sotqı tartıldı. Harbiy inqilab bilan majburiy ag'dirib etilgan Misr Cumhur raisi Muhammed Mursi 4 noyabr Qahiraning sharqidagi Saqchi akademiyasida sotqa tortildi. Misrda harbiy inqilob bilan qonunlik huquqidan elib etilgandan keyin tunji qitim sotqa chiqarilgan xalq tarafidan saylangan Misr Cumhur raisi Muhammed Mursi Qahiraning sharqidagi Saqchi akademiyasida 4 noyabr sotqa chiqarildi. Bu qarar harbiylar tarafidan vazifaga tayinlangan Adolat ministri Adil Abdulhamidning qarori bilan e'longan bo'lib, 4 noyabr dushanba kuni sotqa elib kelingan qonunliq Misr Cumhur raisi Muhammed Mursining sotlanishi 2014-yili 8-yanvarga kechiktirildi. İttihad maydoni voqeasi deb atalgan voqea haqida namoyishchilarni o'ltirishga va azor berishga qudratqo'lik qilgan deb tuhmat qilingan Muhammed Mursi Qahiraning sharqidagi Saqchi akademiyasiga sotlash uchun keltirilgan edi. Mursi qo'llovchilardan qattiq ansirgan Misr amonlik saqlash qismlari ko'cha yo'llarni qattiq qamal qilgan bo'lsa-mu, Mursining sotlanishini qonunsiz va adolatsiz deb qaragan Misr xalqini mazkur sot o'rniga qarab eqishdan to'sib qololmadi. Al Jazeera kanalining xabar qilishicha 4 oydan beri hech kimga ko'rsatilmay maxfiy o'rinda tutib turilayotgan Mursi sot maydoniga o'zining madaniy kiyim bilan kelgan. Jinoyatchilar sotlanganda kiydiriladigan kiyimni kiyishni rad qilgan va sot hay'atiga "Men Misrning qonunliq raisi" degan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Mursiga echilgan sotqa hech qanday muxbir va qo'l telefonlarini kirgizmagan. Shuning bilan birga sot jarayonini televiziya kanallarida tarqatishni ham cheklagan. Mufakkiratul Islom to'rining xabar qilishicha, Mursi qafasning ichida turib, Robiya ishoratini qilgan va "Men doktor Muhammed Mursi, Misrning xalq saylagan qonunliq jumhur raisi. 3-iyul yuz bergani shar'iy qonunga qarshi harbiy inqilobdir va xiyonatdir. Manga ortilgan barliq tuhmatlarni qattiq rad qilaman.
Xususan harbiy inqilob tayinlagan qonunsiz bosh sotchi tarafidan sodir bo'lgan barliq töhmatlarni rad qilaman degan. Shuning bilan birga Mursi bilan birga sotga tortilgan musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlaridan Esam Uryan va Muhammad Beltaji qatorliqlarmi Mursiga o'xshash o'zlariga qartilgan barliq töhmatlarni rad qilganligini uqtirgan. Keyin rais Mursi o'zining Misr Cumhur raisi sifati bilan xizmatini davomlashtirishga yo'l qo'yilmaganlikdagi barliq mas'uliyatni mahkama hay'atiga ortadiganligini ilgari surib, mahkama hay'atini gangirtib qo'ygan. Mursi yana o'zining bu yerga sotga tortilishi uchun majburiy keltirilganligini ta'kidlagan. Al Jazeera kanalining xabarida ko'rsatilishicha, Mursini sotlashda mag'lub bo'lgan harbiy inqilobchilar Mursini aeroplan bilan Misrning Iskandariya shahridagi Burjul Arab turmasiga yo'tkigan. Sky News kanali xalqaro kechirim tashkilotining og'dirib o'tilgan qonunliq rais Muhammad Mursining darhol quyib berilishini talab qilganligi haqida xabar tarqatgan va uning o'zini qo'g'dashdagi barliq huquqiga erishishning zarurligiga ishorat qilgan. Yana bir tarafdan Misr gazetlarining xabar qilishicha, sud maydonida yuz bergan eng hayron qolarliq ishning biri Misr raisi Muhammad Mursi qafasning ichidan Cumhur raislik qarori chiqargan bo'lib, Misr mudofaa ministri Abdul Fattah Sisi bilan Misr ichki ishlar ministri Muhammad Ibrohimni vazifasidan elib tashlagan. Mazkur manbalar mundaq degan: Mursi sudga tortilgan vaqtda qarish tarafni gangirtib qo'yish va xalqaro jamoatning oldida askariy organlarni fosh qilish uchun qarorini ichida saqlab kelgan. Sud mahkamasini hayron qoldirgan namoz. Muhammad Mursi sud mahkamasi zalidagi to'mir qafas ichida boshqa do'stlariga imom bo'lib peshin namozi o'qidi. Misrda harbiy inqilob bilan huquqi tartib etilgan Cumhur raisi Muhammad Mursi bilan birga yana 14 kishi sotlanish uchun elib kelingan sud mahkamasining zalida ajoyib ta'sirli ko'rinishlar o'tirg'i chiqdi. Sud zalida sotlandiganlar so'lab qo'yilgan to'mir qafas ichiga elingan Muhammad Mursi do'stlarining yeniga Rabia ishorati qilg'ach kirdi. Mursining mahbuslar kiydigan oq kiyimni kiyishini rad qilishi sud zalida aloqazodlik paydo qildi. Bosh hokim Ahmad Sabri Mursiga mahbuslar kiydigan oq kiyim kiyishni talab qildi. Mursi buningga javoban Rabia ishorati qilgan holda, "Men Misrning qonunliq saylan bilan saylangan Cumhur raisiman. Shuning uchun sizlarning deganinglarni men qabul qilmayman" degan. Shundaqla bu davlatning qonunliq Cumhur raislik vazifasini qaytirib berilishi va o'z vazifasiga qaytirilishi kerakligini, buning uchun o'zini qo'yib o'tishi kerakligini bildirgan Mursi, Cumhur raisi sifati bilan sud maydonida turayotganligi uchun o'zi bilan gaplashganda hokimning o'zi uchun o'ri turishini talab qilgan. "Men doktor Muhammad Mursi. Hozir men inqilob sababi bilan bu yerda turmoqdaman. Misr Cumhuriyatining boshlig'i bo'lish sifatim bilan bu yerda majburiy tutib turilyapman. Bu bir jinoyatdir" degan Mursi o'ziga qartilgan aybnomalarni javobsiz qoldirib, hokimga qonunli holda xalq tarafidan saylangan Cumhur raisini sotlaganliging uchun seni jazo sud maydonida sotlataman dedi. Mursi bosh hokimga qarab, ulug' Misr qonuniy o'rnining bir kun kelib qonunga qarta jinoyat hisoblanadigan xoin va og'dirg'uchi harbiy inqilobning qo'l ko'miki bo'lib qolganligini hech munosib ko'rmayman dedi. Mursi sud zalidagilarga "Hur Misr xalqiga mendan salom denglar. Ularga qarindishinglar Mursi bu ishda oxirgacha qarishlik bildirishni davom qiladi ekan. Davosidan voz kechmaydi ekan denglar" deb xitob qildi. Bu jarayonda musulmon qarindoshlar rahbari bo'lgan Muhammad al-Beltaji bilan ko'zlari uchrashgan Mursi, "Qayg'urma qarindishim, qizing Asma jannatda" dedi. Bu so'z bilan sovuq havoga bo'g'ilgan sud maydonida intayin ta'sirli minutlar o'tdi. Pakistan qisqa musofirlik ballistik raketasining g'alabalik tajribadan o'tganligini e'lon qildi. Pakistan 5 noyabr seshanba kuni Nusrat 9 nomli qisqa musofirlik ballistik raketasini g'alabalik sinab qilganligini e'lon qildi. Islamabad Yobi ayning xabar qilishicha 5 noyabr seshanba kuni Pakistan Nusrat 9 nomli qisqa musofirlik ballistik raketasining g'alabalik sinab qilinganligini e'lon qilgan. Pakistan axborot vositalarining armiyadagi bosh aloqa idorasidan e'lon qilingan bir bayonotni naql qilishicha, Nusrat 9 nomli qisqa musofirlik ballistik raketasi muvaffaqiyatli holda qo'yib berilgan. Bayonotning zikr qilishicha, mazkur raketa quruqlikda 60 kilometr uzoqlikdagi nishonni naq ura oladi ekan. Shuning bilan birga u raketa barliq bomba boshlarini ko'tirish iqtidoriga ega ekan. Mazkur raketani qo'yib berish sinoqiga Pakistan armiyasi bosh generali Ashfaq Barviz Kiyanemo hozir bo'lgan. Erdoğan Qizig'ul o'quvchilarining yotoqlarda aralashtirishini qattiq inkor qildi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan Qizig'ul o'quvchilarining o'xshash bir yotoq bo'limida aralash holatda bo'lishini qattiq inkor qildi
va bu haqda jiddiy ijroat ilib boradiganligini ta'kidladi. Adalet ve Taraqqiyot partiyasi a'zolari bilan seshanba kuni o'tkazgan suhbat yig'inida so'z qilgan Erdo'g'an, biz qiz o'qul o'quvchilarining davlatning o'quvchi yotoqlarida aralash holatda turishiga ruxsat qilmadik va ruxsat qilmaymiz dedi. Va Turkiyadagi ba'zi axborotchilarning gazetlarning buningga qarshi fikr berayotgan kishilarga parvo qilmaydiganligini bildirdi. Va partiyasining hokimiyatga kelgandan buyon qiz o'g'illarning yotoqlarda aralash turishini cheklab, ularning ayrim yotoq binolarida turishini qamdab kelganligini va hozir %75% ga yetganligini bildirdi. Shundaqla ba'zi joylarda universitet yotoqlarining oz bo'lganligi sababli qiz o'g'il o'quvchilarining uylarini ijaraga elib aralash turayotganligi ma'lum. Bizga bu vaqtda kelgan ma'lumotlar va shikoyatlar bor. Bu ahvolga soqchi doiralari, valilik, istixborot qatorliqlar mudohala qiladi dedi. Va buningga qarshi chiqishlarga xitoban, buningdan nimishqir ahasiz bo'lasizlar. Birileri buningdan nimishqir ahasiz bo'ladi. Biz hargizmi palani gizit mundaq yozadigan yoki qarlaydigan deb xalqimizdan kelgan shikoyat va ma'lumotlarni bir chetga qayirib qo'ya olmaymiz. Soqchilarimiz va valilik bundaq ahvollarga mudohala qiladi. O'g'il qizlarning bir yotoqda qilishi bilan har xil qalaymaqon ishlar yuz beryapti. Ondan ota-onalar qaqshab, davlat qayerda deyotdi. Davlatning bu yerda ekanligini his qildirish uchun bu ijroatlar chuqum elib beriladi. Xo'shig'i ketmaganlar ayibga buyurmasin. Biz dindor demokratchilar bo'lish sifatimiz bilan bu ishlarga mudohala qilishga majburmiz va mudohala qilamiz. Buni hech kim shaxsiy hayotga mudohala qildi demasin. Deganlar bo'lsa marhamat, ular yana deydiganni, yozadiganni qilaversin. Ammo biz o'zimizning ishini qilaveramiz. Biz buningga sal qarash bilan bundaq ig'ir mas'uliyatning hodisidan chiqib bo'la olmaymiz. Men bir bosh ministr bo'lish sifatim bilan bu davlatda ko'p sonliq ota-onaning bundaq bir ishga asla ruxsat qilmaydiganligini nihoyat yaxshi bilaman. Bu yerdan bu ishning orqasini asla tashlamaydiganligimizni e'lon qilaman dedi. Erdo'g'anning demokratiya prinsipi asosida Turkiyadagi ilmoni dinsizlikka qarshi keng ko'lamlik urush ochganligi va hijobga o'xshash masalalarni qattiq qo'llab, islomiy shuar va axloq prinsiplarini qaytadan kuchlantirishga tirishayotganligi aniqdir. Hukumat texi o'tgan haftalar Turkiya tarixida qora dog' bo'lib kelayotgan yog'liqliq musulmon qizlarning davlat organlarida ishlay olmasligi, maktablarda o'qiy olmasligidan iborat haqsiz qonunni amaldan qoldirgan edi. Yangi yo'lga qo'yilgan qonun bilan buningdan keyin yog'liqi sababli boshqalarni kamsitganlarning boshqalarning diniy erkinligiga tajovuz qilganlik jinoyati bilan jazolanadiganligi qayd qilingan. Qonun yo'lga qo'yilgandan keyin Turkiya Cumhuriyeti tarixida tunji bo'lib 4 nafar ayol millat vakillari yog'liqlari bilan Buyuk Millat Majlisiga kirdi. 1999-yili tunji bo'lib Buyuk Millat Majlisiga yog'liqi bilan kirgan Marva Kavakchi ig'ir haqoratlar bilan majlisdan chiqarib o'tilgan edi. Allah Erdo'g'anni va Erdo'g'anga o'xshash insoniy va islomiy axloq prinsipini tarqatishga tirishayotganlarga nusrat ato qilsin. Biz kızların, erkeklerin devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmedik, müsaade etmiyoruz. Müsaade etmiyoruz. Efendim bazı gazeteler şöyle yazmış, köşe yazarları böyle yazmış. Ne yazarlarsa yazsınlar. Dünyada eğitim öğretim psikolojisinin içerisinde bile bunun verimlilik açısından hiçbir zaman izahı yapılamaz. Ve biz buna da kesinlikle müdahil olduk. Ve şu anda yurtlarımızda bu şekilde kızlarımızın erkek öğrencilerle bir defa ayrıştırması çalışmalarını hızla devam ettiriyoruz. Şu ana kadar %75 oranında da bunu gerçekleştirdik. Değerlendireceğiz. Valiliklerin ne gibi bir etkisi var bu evlerin? Bu düzenlemeden sonra gerekli yetkiyi alırlar. Evler sonuçta değil mi efendim? Bunlar özel müstakil. Yani kişilerin özel evleri. Evet. Yani nasıl bir yetkiyle? Kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız, bir farklı genç, ikisinin aynı evde kalması nedenle acaba uygun olabilir? Siz kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz? Yok, yarın anne olduğunuz zaman veya annesiniz bilemiyorum. Yani kızınıza, çocuğunuza böyle bir şeyi eğer siz uygun buluyorsanız sizin için hayırlı olsun. Ama eğer bir yasal düzenleme de yapılması gerekiyorsa biz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi de yaparız. Yağlıq artqan qiz o'quvchilar tövnamı yezib, amma oldida o'qishga majburlandi. İctimai uchur aloqa vositasi Facebookda 5 noyabr e'lon qilingan bir xabarda
Atalmış Şinjan Tibabatçilik Ali Texnikumidagi yağlıq artqan qız o'quvchilarning tövbename yezishga majburlanganligi bildirildi. İctimai uçur aloqa vositasi Facebook'ta 5 noyabr e'lon qilingan bir xabarda Atalmış Şinjan Tibabatçilik Ali Texnikumidagi yağlıq artqan qız o'quvchilar tövbename yezishga majburlangan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Atalmış Şinjan Uyg'ur Tibabatçilik Ali Texnikumi chekidan oshgan tuzumlarni ijro qilib, atalmış yağlıq artışqa bo'lmaydi degan siyosatiga asosan 4 noyabr dushanba kuni yağlıq artgan qiz o'quvchilarni yağlıq artmaslikka majburlab tövbename yozg'ili va butun maktab o'quvchilari oldida majburiy yozgan tövbenamasini o'qig'ili salgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, majburiy tövbename yozgan o'quvchilar yozgan tövbenamasini o'qib ketib etib, vijdon azobidan o'zini tutib ololmay qattiq yig'lab ketgan. Mazkur maktabning bu xildagi razil qilmishini ko'rgan o'quvchilar chidab turolmay ochliq e'lon qilgan. Shuning bilan maktab oshxonalari cho'ldarab, nurg'un tamoqlar eshib qolgan va buzilib ketgan. Buni ko'rgan mazkur maktab rahbarligi jiddiy tadbir qo'llanishga hozirlangan. Xabarning tafsilotini yanada ilgirlagan holda egallab, diqqatingizga sunamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bu qatimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.